Assalomu alaykum. Shiti ham tayyor bo'ldi mana. Xudoga shukr, buni ham qilib oldik. Mana Wi-Fi'niki. Wi-Fi bari televizorlardan kelayotgan liniyalarni hammasini olib kelib to'plab berdik buni ham. Xo'p, bu yerda bo'lgan ishlar 125 NM CNC 125 lik bitta 383 bazali. Avval bitta qo'yib yubordik SS2dan. Bu monga qo'shiladi. Bunga generatorni boshqa nimadir qo'shsa ham bo'laveradi. Mashinaga ulab qo'ysa bo'ldi, ishlaveradi. Tashab ketdik baribir. Xo'p. Переключатель faza bo'ldi. Переключатель faza. Bu yerda mana avtomatlar hammasi освещение, lampochka освещениялар hamda televizor alohida qilib berdik. Sababi razvedkalar pastida bo'ldi. Pastda manalar razvedka bo'ldi hammasi. Razvedkalarni alohida qilib bo'lib, 3 ta fazaga bo'lib qo'ydik. Televizor освещение tepada bo'ldi. Alohida olib chiqdik hammasini. Mana relay напряжение ishlayveradi. Xudo xolasa. UKK 250 qo'yib yuboraverdik biz ham. Yengilroq bo'lyapti. Xudo xolasa mana taylari taylariga sannik qo'yib, sannik bilan olib chiqildi. Simqirchilishni saqlaydi. Himoya deydimi? Direksiyasiga. Xudoga shukr, uni ham qilib oldik. Endi mono tomon katenniy bo'ladi mana. O'zi katenniy xona-yu, mana bu katenniy bo'ladi. Katenniy bo'larkan mashakka bir narsa qilib. Bunga alohida bitta shit terib turib, o'ziga alohida olib chiqib beramiz. UKKdan olinadi, iloji yo'q. UKKdan olib chiqib turib, avtomat qo'yib, через avtomat umniy katol qo'yadimi, nima qo'ysa, ashaga bitta yoniga shit qo'yib turib, o'ziga alohida qilib bo'lib beramiz. Uynikiga aralashtirmadik. Uyning освещенияsi, razvedkasi hammasi. Buning ichida televizordagi bor, Wi-Fi shitlar. Televizordagi bor, TV, YouTube'lar keldi hammasi televizorlardan. Ham kamera ham shu yerda. Shisha tolali, internet shisha tolali kabelini ham, simini ham tashab qo'ydik birato'la. Shu bitta router qo'yib turib, modemni nimadir, bir narsalar qilib o'zlari qilishi, bu ham to'lashib oladi. Xudo xolasa. Endi tepaga chiqamiz.